Nima uchun JSHIR? JSHIR bu jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami bo'lib, u shaxsimizni tasdiqlashda ishlatiluvchi fuqarolik pasporti yoki ID kartamizda keltirilgan 14 ta raqamdan iboratdir. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini kompyuter tanlamaydi va uni o'zgartirishning imkoni yo'q. Bu raqamlar har bir fuqaro uchun individual shakllanadi. Ya'ni u birinchi o'rinda pasportda ko'rsatilgan jins va tug'ilgan asr indeksi, keyin tug'ilgan sana, shahar yoki tuman kodi, fuqaro raqami hamda nazorat raqamlarini o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham uni qalbakilashtirib bo'lmaydi.